Endi atributlar tushunchasini yuqorida aytib o'tganmiz. Demak, bu tushunchaga deyarli yuqorida keltirilgan tushunchalarimiz bilan betdagi tushunchalar deyarli bir xil. Lekin shu holatda ham baribir obyekt atributlar uchun atributlar 3 turga bo'linishini yozib qo'yildi daftarlarga. Birinchisi, demak, obyekt atributlar uchun yozinglar. Obyekt atributlar uchun ular 3 turga bo'linadi. Obyekt atributlar 3 turga bo'linadi. Oddiy atributlar, simple attributes inglizchasiga. Bular bitta elementdan iborat bo'lar ekan. Tushundinglar? Ikkinchi turi guruhli atributlar, group attributes inglizchasiga. Atributlar majmuasidan iborat. Demak, nechta atribut kirishi mumkin buning ichiga? Bittadan ko'p bo'lgan atributlar kirishi mumkin. Guruhli atributlar, tarkibiy atributlar deb ham boshqacha nomi atashadi. Atributlarning 3-chi turi semantik obyekt atributlari. İngilizcesiga aytadigan bo'lsak, semantics object attributes deb ataladi. Ular ikkita obyekt orasidagi aloqani o'rnatadi. Ikkita obyekt o'rtasidagi aloqani o'rnatadi. Endi misol tariqasida semantik obyekt diagramma uchun quyidagi rasmni keltiramiz. Quyidagi rasmni keltiramiz. Mana demak, biz aytdikki, yuqorida semantik obyektni nima bilan belgilaymiz? Katta harflar bilan belgilaymiz va uni albatta nimani ichiga olib yozar ekanmiz? To'g'ri to'rtburchakni ichiga olib yoziladi. Demak, fakultet ID fakultetni nomi. Tushunasizlarmi? Endi fakultetni ichki manzili ham bo'lishi mumkin. Bu quyidagidan iborat bo'ladi. Binoni raqami, qavatlar raqami. Misol, kim keltiradi misolni? Shunga. Misol, Milliy universitet. O'tirgan joyimiz. Demak, bino, fakultetlar, geografiya fakulteti 1-3 etaj. Filologiya fakulteti 4-5 etaj. Ana ko'rdinglarmi? Ana. Endi deganat telefon deganat telefoni faks raqami. Endi mana shu obyektga kiruvchi narsalar yana nimalar? Asosiy 3 ta narsa ekan. Bittasi karta, ikkinchisi so'zlar, uchinchisi talabalar. Demak, karta bo'lmasa, karta agarda bo'lmasa, unda fakultet tashkil bo'lmaydi. Demak, karta bormi? Demak, ustozlar mavjud, professor o'qituvchilar shu kartada mavjud.
Kafedrada ustozlar bormi? Fakultet mavjudmi? Demak, albatta talabalarga ham bo'lishi shart. Ma'lum kontingentdagi talabalarni bo'lishi shart. Tushunarlimi? Mana bu yerda demak sxematik tarzda ana shunaqangi belgilanishi shart. Tushundinglarmi? Hop. Fakultet obyekti mana ko'ryapsizlar. Uchala turdagi atributlardan nima ekan? Tashkil topgan. Mana yuqorida bunga misollarni ko'rib o'tdik. Va nima uchun aynan uchtaligini ham tushuntirib o'tdik. Hop, savollar bormi? Semantik obyektga misol tariqasida mana fakultet degan obyektni ko'rishimiz mumkin. Fakultet IT fakultetning nomi, ichki manzil, binoning raqami, qavatlar raqami, dekanatda bo'lishi mumkin demak telefon, faks, bog'lanishlar, kafedra obyekti, ustoz obyekti va talabalar obyekti. Tushunarlimi? Yozib olinglar. Mana yuqorida aytganimizdek, fakultet obyekti 3 ta turdagi obyektlarni o'zini ichiga oldi. Ana shu obyektlar qaysi ekanligini hozir yozib oldinglar, rasmdan tushundinglar. Bu yerda yana xuddi shu narsalarni demak takrorlamoqda, shuning uchun bu slaydda uzoq to'xtalishimizning hojati yo'q. Mavzu keyingisi mavzuchamiz atributning kardinallik soni. Atributning kardinallik soni. Demak, har bir semantik obyekt, yozinglar, har bir semantik obyekt va uning har bir atributi maksimal va minimal kardinal songa ega bo'ladi. Maksimal va minimal kardinal songa ega bo'ladi. Minimal kardinal son obyektning yetarli bo'lishi uchun zarur bo'lgan atribut nusxalarining sonini bildiradi. Demak, minimal sondagi nusxalar ekan. Demak, bu necha bo'lishi mumkin ekan? Necha? 0 yoki 1 ga teng bo'lishi mumkin. 0 deganimiz demak bu atributga qiymatlarimiz yo'q, 1 deganimiz bittagina qiymatga ega bo'lishi mumkin. Agarda yozinglar u 0 ga teng bo'lsa, atribut qiymatga ega bo'lishi shart emas. Agarda 1 ga teng bo'lsa, atribut albatta qiymatga ega bo'lishi shart. Ayrim holatlarda atributning kardinallik soni, maksimal kardinallik soni 1 dan yuqori bo'lishi mumkin. Atributning maksimal kardinallik soni 1 dan yuqori bo'lishi mumkin. Masalan,
voleybol komandasini oladigan bu obyektni quradigan bo'lsak, sportchilarning maydonga tushishi uchun minimal ravishda 6 sportchi ishtirok etishi shart. Nega? Demak, zarur bo'lgan minimal holatdagi sportchilarning soni 6 dan kam bo'lmasligi kerak. Endi hop voleybol komandada 6 o'yinchi doimiy ravishda o'ynab olmaydi. Ularni almashtirish bor, komanda o'yin bo'layotganda va hokazo. Shuning uchun voleybol komandadagi voleybolchilarning soni ham maksimal son bilan belgilangan. Masalan, 20 ta sondan oshmasin. Tushunarlimi? Xuddi shunday futbol komandasini ko'radigan bo'lsak, futbol komandasining obyektida ham minimal tarzdagi maydonga tushadigan o'yinchilarning soni 11 ta bo'lishi kerak, maksimalni esa 29 ta, 30 tadan oshmasligi kerak. Bugungi kundagi bu demak futbol komandasiga qo'yilgan shartlardan bittasi. Tushunarlimi? Ana shuning uchun bu obyektni kardinallik soni deganda mana shu narsalarni biz tushunishimiz kerak. Mana endi xuddi yuqorida aytgan narsamizga misol tariqasida kardinallik sonlari qo'yilgan, mana ko'ryapsizlar. Holat boyagi diagrammamizda obyektimizni kardinallik sonlari qo'yilgan holat. Demak, IT fakultetining nomi bitta bo'lishi mumkin. Minimallik va maksimalda ham bitta. Ko'rdingizlar? 1.1 yozilgan. Ichki manzil. Endi ba'zi binolarda ichki manzil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun 0 qo'yilgan. Agarda bo'lsa bitta bo'ladi. Shuning uchun bitta nima qo'yilgan? 1 qo'yilgan. Binoning raqami ham xuddi shunaqa. Bitta bo'lishi mumkin. Bitta bo'lsa ham, maksimalisi ham, minimalisi ham birga teng. Qavatlar raqami ham xuddi shunaqa. Misol uchun 6-qavatdan 4 ta bo'lmaydi. Bitta binoning ichida bitta qavatdan bitta bo'ladi. Kardinallik sonlari mana shu tarzda belgilangan. Endi dekanat ham bitta bo'lishi mumkin. Bitta dekanatda telefonlar soni, kardinallik soni minimal ravishda bitta, maksimal ravishda enta bo'lishi mumkin. Ichki telefonlar, tashqi telefonlar demak, faksimiz fakultetda bo'lmasligi ham mumkin. Shart emas faks bo'lishi. Bo'lsa ham bitta fakultetda bitta faks yetarli deb hisoblanadi. Tushunarlimi? Kafedralar nechta bo'lishi mumkin? Kafedra kamida bitta kafedra bo'lishi shart. Eng bo'lmagan holat. Va ular soni entagacha o'zgarishi. Ustozlar soni nima uchun 3 ta yozilgan, kim aytadi menga? Nima uchun 3 ta yozilgan? Turonidan Jahongir. Nima uchun 3 ta yozilgan? Kafedrada boshlar kafedra mobil bo'lishi kerak. Hop. O'rinbosar deyapsizmi yo'q? Shu assistent bo'lishi kerak. O'tir Jahongir. Kafedraning tahlili yaxshi bo'lgan. Kafedrada kamida 3 ta domla ishtirok etishi kerak. Kamida. Tushunarlimi? Shunda kafedra bo'lishi mumkin. Ba'zi oliy o'quv yurtlarida talab bundan ham yuqori. Misol uchun kamida 5 ta yoki 7 ta domla bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Endi yuqori o'sha holat belgilanadi. Talabalar ham agar talaba bo'lmasa, kech bo'lmasa bitta talaba bo'lishi kerak. Yoki u magistraturani talabasi bo'lishi mumkin. Agar bakalavriatda albatta o'zingizlar bilasizlar, kamida enta talaba bo'lishi shart. Tushunarlimi? Ana mana shu obyektni nima qildik biz? Fakultet obyektini tahlil qilganimizda kardinallik sonlarini qo'yib chiqdik. Ana sizlar
ham o'sha o'zingizlarning loyihalarni bajargan paytinglarda ana shu loyihalar bo'yicha mana shu diagramma tarzida loyihalarni topshirsanglar ham bo'ladi. Har bitta obyektivlarni o'zini ko'rib, obyekt ichidagi, demak, yana ichki obyektlarni ko'rib, mana shu tarzda ham demak, topshirishlar mumkin. Savollar bo'lmasa, darsimizni bugungisini tugatamiz.